Barchaga salom do'stlar. Mendan ko'pchilik so'rashadi, Cobaltingiz bormi yoki bo'lmasa kreditga Cobalt olsangiz shartlari qanaqa bo'ladi deb so'rashadi. O'rtoqlar, men sal Cobaltga ham aralashib turaman. Hop, bu absolyutni yangi mashina, men o'zimning nomimga chiqqan. Buni endi men polniy syomka qilib, video qilib taxlashim shart emas. Buni o'zingizlar bilasizlar qanaqa mashina ekanligini. Magnitofoni bilan chiqqan. ABS'i ham bor buni. 32 kilometr yurgan yangi mashina o'rtoqlar, mana. Mashina. Bu naqdga ham sotiladi o'rtoqlar. Men kreditlarini pastda hammasini opisiyada yozib qo'yaman. Ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Yana bir bor eslatib o'taman o'rtoqlar. Men bank xodimi emasman yoki bo'lmasa bankda boshlig'i emasman. Menda kommentariyada har xil bunaqalarni aytib tashlashingiz shart emas. Xo'p, bank sistemasi bir xil. Men buni hammasini pastda yozib qo'yaman. Bemalol telefon qilishingiz mumkin o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.